Deksen limonzi hamda qora kofemizni aralashtirib damlab ichamiz yozgi kuni sovuq suvga. Shunaqangi mazali bo'ladi, energiyani zo'r beradi. Limonni bilasizlar, organizm tozalaydi, energiya beradi. Tarkibida kalsiy, magniy bo'lganligi uchun bo'g'im orqali ham ajoyib natija beradi. Qora kofemiz oshcha yog'larni eritadi, jigarni filtrlab tozalab beradi, gepatitlarni oldini oladi. Ikkalasini birga qo'shib ichsa shunaqangi ajoyib maxita bo'ladi hamda sovuq suvga. Hozir buni damlaymiz. Demak, limonimiz bilan qora kofemizga sovuq suv solamiz. Issiq suv emas. Ajoyib. Shunaqa mazali, shunaqa zo'r narsa bo'ladi. Maza qilib iste'mol qilasiz. Barchangizga tavsiya qilaman. Qora kofe hamda limonzi.